Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisinde aytadi-ku, 5 türlü janovarды көрсөңөр өлтүргүлө, ошонун ичинде жылан дагы бар дейт-ku. Ушул жыланды мисалы талада көрсөңүз дагы, үйдө көрсөңүз дагы, башка жерде көрсөңүз да өлтүрүш керек деген хадиспи же кандай? Ушуга түшүндүрүп берсеңиз. Bu hadis bilan hozirgi biz aytib o'tgan hadis ikkalasi juda bir-biriga o'xshash. Ilon to'ralik hozir biz gapiradigan bo'lsak jicha uzoqroqdan gapiramiz. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni yaratdi. Odam alayhisalomni yaratgandan keyin Alloh taolo farishtalarga salomlashinglar, ya'ni sajda bilan salomlashinglar, sajda qilinglar, salom beringlar deganda farishtalar sajda qildi. Magaram iblis alayhinani sajda qilmadi. Chunki meni nurdan, olovdan yaratding. Bu odamni esa loydan yaratding. Men bir balchiqqa sajda qilamanmi deb kibrlandi-da, shu bilan Alloh azza va jalla rahmatidan butunlay badarg'a bo'ldi. Alloh taolo Odam alayhisalomni mana jannatga kirgizdi, juma kuni jannatga kirgizdi. Kirgizgandan keyin iblis alayhilani Odam alayhisalomga hasad qildi-da, uni jannatdan chiqaraman dedi. Shu bilan u jannatga kirish kerak edi iblis. Lekin Alloh taolo uni jannatga harom qilgan edi. Shunda endi ba'zi bir qovullar, ba'zi bir olimlarimizning fikri, so'zi shunday deb keladi. Ilonni shunaqa jannatga kirib ketayotganini ko'rganda iblis ilonni avrab, "Shu men seni qoniga kiraman, sen bilan jannatga kirib, odamni jannatda vasvasa qilamiz, jannatdan chiqaramiz" deb ikkalasi fikrlashadi. Mana shunda iblis alayhilani ilonni qorniga kirib, keyin jannatga kiradi. Alloh taolo buni bunday qilayotganligini bilardi. Lekin ba'zi bir hikmatlarga, ba'zi bir sabablarga ko'ra Alloh taolo bunga izn berdi, mumkinchilik berdi. Shu bilan ilonni qoniga iblis kiradi, jannatga kirib, Odam alayhisalomni iblis alayhilani vasvasa qilib, yema degan mo'mi-jemishni yediradi. Hali ayolni onamizni esa, Havo onamizni esa mana ilon va shayton bilan va iblis bilan vasvasa qilishadi. Shu bilan birga mana bu ilon o'ta jin shaytonga yaqin maxluq bo'ladi. Payg'ambarimiz mana bu hadislarda ilonni o'ldiringlar dedi. Endi bu bo'rigi hadisda esa jin uchib yuradigan qanotli jinlar, ilon ko'rinishidagi jinlar va it ko'rinishidagi jinlar dedi. Endi jinda musulmoni ham bor, kofiri ham bor. Musulmonni o'ldirish mumkin emas. Kofirni o'ldirsa bo'laradi. Endi bunda bu ilon yo musulmon jin bo'lishi mumkin, yoki rostdan ilon bo'lishi mumkin, yoki kofir jin bo'lishi mumkin. Ilon asli tabiatdan eshitmaydi ilon. Ilon eshitmaydi. Endi musulmon jin bo'ladigan bo'lsa, ilon turkumidagi musulmon jin bo'lsa eshitadi. Shu sababdan uydagi ilonlar, toladagi ilonlarda agar bizga ziyon berib, biz atrofimizda yurganini ko'radigan bo'lsak, hadisga muvofiq musulmon jin bo'lsang, aziyat berma, ket bu yerdan. Bo'lmasam seni o'ldiraman deb tovush bilan aytiladi. Shu narsa 3 marotaba aytiladi. Musulmon jin bo'lsang ket deyiladi. 3 martadan keyin ham mashi ilon ketmasa bu yerda yo rostdan ilon bo'ladi eshitmayotgan, yoki kofir jin bo'ladi. Ikkalasini ham o'ldirishga buyurilganmiz. Agar musulmon jin ilon turkumida, ilon holatda, jinon holatda bo'ladigan bo'lsa, u ilon ketadi, uni o'ldirmaymiz. Ketadigan bo'lsa musulmon jin bo'ladi. Bu holat o'zimni uyimda ham bo'ldi. Mana qishga yaqin kech kuzda asli ilonlar kirib ketadi. Issiq joylarga ketishadi. Lekin men qishda chiqmaydi. Eshigim ochiq edi, bir birodarimizni hijoma qilyotgandik, ilon kirib kelyapti darvozadan. Shu pissillagan tovushma kirib keldi, katta ilon ekan. Shu oldimizdagi ahlining birodarimiz musulmon jin bo'lsang ket, Allohni izman dedi. Haligi ilon pissillagan holatda burildi, chiqib ketdi. Bu agar biz buni gumon qilamiz musulmon jin deb. Agar u kofir jin bo'ladigan bo'lsa, biz gapimizga kirmardi. Bizga ziyon berishlik uchun kelardi. Agar rostdan ilon bo'ladigan bo'lsa, bizni gapimizga uni itoat qilish kerak, eshitish kerak emas edi. Mana shu sabab biz bu ilonni o'ldirmadik, Allohning iznidan ketdi. Endi bu chaqiriqqa ijobat qilmaydigan bo'lsa, yo haqiqiy ijlon yoki kofir jin bo'ladi, buni biz o'ldiramiz.
Ana shu holatlarda ilonlar mana shunday amal qilsak, inshaalloh shariatga to'g'ri keladi shunda. Alloh razı olsun. Ya maşında yılan bunlar bardığıyla yılanları da öldürüverish kerak emas ekan da, значитdan. Albatta bu ilon degani ko'rgan yerdagina shab o'ltir degan narsa emas. Shunga muvofiq Rasululloh davrida hadisdan qisqa qilib aytamiz. Bir odam shu yotoq joyiga kelganda bir sahoba ilonni ko'radi. Ana shu ilonga nayz urmoqchi bo'lib, nayzani urganda ilon birinchi o'ldimi yoki nayza urgan odam birinchi o'ldimi bilmay qolgan. U shu ilon u paytda ilon emas, balki jin bo'lgan. Uni musulmon jin deb ta'bir qilishadi. Shu paytda ilon ham o'lgan, shu nayza urgan odam ham o'lgan. Ikkalasi ham o'lgan. Lekin u shu paytda ilon emas edi. Shuni ta'bir qilishadi, shu musulmon jin edi. O'shandaqdan anda egerde uyga yılanlar görüp kalsa, gelip kalsa, anda значит birinchi Allah'ın atı menen musulmon get deb aytish kerak ekanda. Albatta. Baribir öyle sıraslı öldürgönge şaşpasdan ana aldın ala eskertip berish kerak ekanda. Eslatish kerak. Ketpese andan keyin öldürgönge olsun endi. Uyda bo'lami? Bizda uyda ko'rsa shab shu o'ltir solish harakat qilamiz. Birinchi aziyatdan to'silib shu gap aytiladi, Allohning iznidan ket deyiladi. Shuni ketsa ketdi. Agar ketmaydigan bo'lsa, yana o'ltirsa, yana inshaalloh shu narsa hadisga muvofiq bo'ladi.